Hem intayin yaxshi chiqadigan hamda pek yumshoq bo'lgan mal tentenchini oiladan bolalaringizga qilib bera olasiz. Etish usuli intayin oddiy materiallarni aralashtirib qo'ysangiz ham bo'ldi. Emas o'lchamni saqlab oling. Bir tal butun tuxum, 20 gram oq shaka, 30 gram puroqsiz suv mayini qachidan birini changlar qo'l chalg'uda aralashtirib olamiz. 50 gram tortimizni elgakdan o'tkazib, changlab, uning ustiga 2 gram podafini silib, yana aralashtiramiz. Aralashmamizdan keyin quyuq suyuqqa videodagidek holatda bosib bo'ladi. Haqsiz darslik to'plarini qurib, nurg'unlagan yaxshi bo'lgan mazmunlarni so'zlab berma. Agar taxim inchiki, taxim tafsili holatda shunday yaxshi bo'lgan yangilik pichoqlarni o'rganishni xohlasanglar, undadar qo'shib olsanglar bo'ldi. Undadar nomerim 177 99 55 40 34 177 99 55 40 34. Ondan aralashmamizni mushtaq yo'qotayga elib, ondan tentenchaning qilpiga solisizlar. Men 2 xiltamni chiqardim. Yana bir xiltamning o'lchami o'xshaydi, lekin oxirida faqat 5 gram yoki 10 gram atrofida qilqilfinni qo'shyapmiz. Bunun ta'mini intayin fayz bo'ladi. Hozir sizlar deb bergan mushu o'lchamda 6 tal tentenchani chiqara olasizlar. Oyatli qilishga intayin mos qildi do'stlar. Cho'qim sinab yiqinglar. Ondan koshani oldin qizitib, gradusni 150 qilib tanshab, 20 minut atrofida pishirsak bo'ldi. Ondan tentenchani qilibdan chiqarib, so'g'andan keyin 100 ga shokolad melab, ustiga mushundaq bezaklarni chassak tayyor bo'ldi. Bunun ta'mini intayin fayzi do'stlar. Bolalarga cho'qim qilib beringlar.